Okey. Mana bu stabilizator. 3 ga bo'lingan 30 mingtalik. Gap yo'q lekin, bor zo'r ekan-a. Конечно zo'r, okey. Bundan ortiq nima bo'lsin, okey? Okey, bu yerda 6 ta xonam bor. Hammasi yevro remont bilan. Yo'q, qani ko'rsatchi. Bunaqa xonada 6 ta manda bor. Bu oshxona, okey? Qarab ko'ring. Mashalloh. Zo'r ekan-da, bu yerda yashasa ham bo'lar ekan. Конечно, круглый год, okey? Даже отопительный котел ham. Qarang, теплый pollar. Voy gap yo'q. Zo'r ekan-a? Okey, o'g'ri-po'g'ri kelib qolsa bor, mana shu yerda ko'rib turasiz, bor. Любойni. Полный innovatsion qilib qo'ysa, mana bu sanuzyollar ham bor ekan-da. Конечно, okey. Hamma narsa bu personal uchun. Zo'r ekan lekin, bor yevro remont qilib qo'yishibdi. Mana bu nima? Mana bu. Okey, mana bu 200 ta qoramolga joy. Voy gap yo'q, bor. Necha soti o'zi bu? 40 soti, okey? Dokumentlari cho'tki. Dokumentlari в порядке, okey? Voy mashalloh, vashshi cho'tki. Okey, bu men otlarim bor, Shvetsariyadan kelgan, Ozarbayjondan kelgan, Arabskiy Emiratdan ham kelgan, okey? Mashalloh, nechta ot bor? 100 ta, okey? Mashalloh, vashshi krasavchik. Menga qarab innovatsion qilingan ekan. Mana buni razmerini 12 ga 60 deding. Bu yerda hozir bizib xohlagan ishimizni qilsak bo'ladi. Voy bir ish qilaverasiz, okey? Narigi tarafda bo'sh joy yana yotibdi. Voy, bu ikkinchi angar ekan. Ne bu ikkinchi angar? Bo'sh. Okey, ishlar chik-chikbabi bo'lib qoldi-da. Chik-chikbabi bo'ldimi? O'shanga pul yo'q, okey? Voy. O'shanga sotyapman. Mashalloh, xudo xolis sotilib ketadi, lekin boru ikkita katta angari bor ekan. Mashalloh. Okey, 300 ta tovuqqa joyim bor. 300 ta. Mashalloh. Bu yerda nimalar boqiladi? Okey, bu yerda quy boqiladi. 60 ta quyga joyim bor. 60 ta quyga joy. Gap yo'q, lekin boru nech pulda olsa o'zi bu fermani? Okey, 700 do'mmi? 700 nima so'mmi? 700 ming. 700 Zeleный. Zelený? Kapusta. Orqa chochi o'sgan bratan. Da. Voy ham qozonni kattaligini qayerdan kelgan bu? Okey, bu 5 qozonni qozoni. 300 kilogacha oladi. Chugun ekan. Chugunni, okey bu. Voy gap yo'q. Bunaqadan ikkita bor ekan-a bizda. Ikkita undan, okey. Bemalol hamma narsa yetadi. Mana shu narsa kerak lekin. Gap zo'r o'ylabsizlar. 1 2 3 skladmi bu? Okey, bu yerda sklad qilib ishlatyapmiz yem uchun. Ha, yemlarni sklad-a mana shu. O'tin. Bu yerda xohlagan odam, короче, oladi, ana katta binoni xohlasa otlarni chiqarib yuboradi, xohlasa ishlab chiqarish ham qilsa bo'lar ekan-da. Любой bir ish qilsa bo'ladi, okey? Territoriya позволять qiladi. Bu yerda silistr 500 tonna. 500 tonnagacha. 500 tonnalik silistr joy. Zo'r ekan, bor. Manzili qayerda endi obunachilarga yetmaysiz. Okey, Nazarbey. Nazarbeyda joylashgan hurmatli obunachilar, kelasizlar, mana shu joy olasizlar, barakali joy, otlarni qarang tursin. Mashalloh, 100 ta oti bor ekan. Menga ham nasib qilsin, okey, qachon menga ot sovg'a qilasiz? Ot. Mana bitta negativ otlar ham o'tiribdi. Okey. Sotaylik bitta ot sizga. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, otli bo'lib qolinglar. Mana shu videoga bitta like bosinglar, mana shu joy sotilib ketdi. Yangi uylar vays deb. Yangi uylar vayn, shapaloqlar bo'lsin. Kechasini men qorong'ida ochki taq qolding. Okey, nam boru, nochi тоже так светло, понимаешь, брат?